Mana go'zalliklarni qarasanglarchi. Sekin mana shu ko'prikdan o'tamizda. Soya ko'rsatasizlar. Ertak bo'lyapti, ertak. Hozir to'g'ri vodiyni ko'ryapsizlarmi? O'sha vodiyga tushamiz. O'sha daraxtlarning orasiga kirib, soy bo'yiga joylashib bir dam olamiz. Mana Juka darasining go'zalligiga e'tibor beringlar. O'ng taraf baland tog'lar, daraxtlarni qaranglar balandligini. Chap taraf ham aynan xuddi shuni aksi baland tog'lar. O'rtasi vodiy, o'rtasidan oqyapti suv. Mana shu joyi yashilligida tasavvur qilinglar, yashilligida. Voy. Ta'rifga til ojiz joy bo'ladi-da. Yozda bu yerga kelib, bir mashinani qo'yib qo'yib, chodirlarni yozib dam olishga nima yetsin. Shuni Issiqko'lni bo'yida bu ham. Issiqko'lni janubiy qirg'og'idan yurasizlar, Barskon darasi bor, undan keyin mana shu Jukka bor, keyin Jetto'g'iz bor, keyin Altarishan bor, ketaveradi-da. Mana shu suvlardan o'tamiz hozir sekin. Hozir bu kamda endi bu yozda ko'p bo'ladi bu suv. Jilg'a bo'lib qolgan qaranglar oqshom.